Uxlaydigan maska eslaringizmi? Men yana qayta o'shani zakaz qildim. Ita qizlarjonlar, bizda bugun uxod va kosmetikani obzori. Сразу Telegram kanallarini qo'yaman, chunki u kishi через Telegram kanal zakaz oladilar va zakazlarni qo'yadilar. Menga juda ham yoqadi. И именно shu kishidan birinchi marta olmayapman. Прям как всегда на высшем уровне. Mani zakazim bitta mana shu maska edi. И mana bu yerda yana mana shunaqa narsalar yuborganlar. Давайте birgalikda obzor qilamiz. Ikkita shunaqa maska, spesialni ikkita zakaz qildim, chunki oyijonim bilan shunday qilamiz. Qanim kishi ham yotib biladilarmi, shu maskalar bilan ili yo'qmi. Bu maska mana shuni taqiladi va bu bilan uxlanadi. Ertalab turgan paytlaringiz прям mana bunday plyonkaday prozrachniy bo'lib qoladi. Прям вообще и rezultati прям вообще menga yoqadi. Bu yerda yana ikkita karbonoviy piling, juda ham zo'r narsa. O'zim ham, oyijonim ham ishlatgan biza. Прям mana bu maskachalarni qo'yasiz, и sirt qilib вообще zo'r narsa. Mana bunaqa korobочкani ichida mana bunaqa shpritsi bo'ladi. Bu nima qiladi? Bu o'lik kojalarni tushiradi va прям легкий piling qilib zo'r qilib beradi kojani. Прям реально суперская как его результат. И mana bu yerda nimadir, bilmayman nima. Bu yerda SPF 30 yozilgan. По-моему, kushon. Давайте birgalikda ochib ko'ramiz. Вау, посмотрите, давайте birgalikda ochaylik. Bu nima ekan? По-моему, kushon. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bu yerda bu nimachasi bor, sponji. Mana bu yerda nimani o'zi. Вот. Очень красиво. И давайте birgalikda swatch. Вау, посмотрите, что это такое? Радуга какая-то. Qaranglar qanaqa oppoq qilib berdi. Давайте bitta yuzimga ham qilib ko'ramiz. Посмотрите. Это agar men buni har kuni qilib yursam va bu oqib ketmasa, это будет просто любовь. Так что yarim mani yuzim bilan, sizlar bilan obzor qilib, obzorni tugatamiz. И всем пока.